Assalomu alaykum hammaga. Bugungi operatsion kunimiz davom etmoqda. Bizda navbatdagi bemor 39 yosh. L5 umurtqani degenerativ spondilolistes kasalligi hamda L5S1 umurtqalararo disk chorasi bilan bizga murojaat qilib kelgan. Bemorga hozir ko'rishingiz mumkin. Endoskopik usulda diskni tozalash hamda keyish qo'yish amaliyoti bajarildi. Jarrohlik jarayonini video davomida kuzatib borishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Bugun bajarilgan operatsiya bemorimiz 39 yosh, tashxisi 4-bel umurtqa tarasini degenerativ spondilolistezi va L5S1 sohasida o'ng tomonlama dischura, ya'ni oyoqda uyushish, kuchsizlik bor. Bemorda og'riq. Bugun beporimizda L5S1 sohasida biportal usul bo'yicha endoskop dischurani olish va L4-L5 sohaga biportal usul bo'yicha usulda keyish qo'yildi. Keyish qo'yilib, repozitsiya qilib va transmedial fiksator bilan mahkamlandi. To'liq tiklandi. Repozitsiya qilindi, maksimal holatga keyish qo'yilib, invazив usulda bajarildi bu operatsiya. Bu operatsiyani traditsion operatsiyalardan farqi kam invaziv, ya'ni katta kesmalar kesilmaydi. Endoskop yordamida bajariladi va transmedial fiksatorlar esa meditsin bo'yicha ikkita kichkina kisma orqali bajariladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.